Assalomu alaykum. 28-fevral birinchi smenaga tushgan savollarni tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, demak, birinchi savol. Birinchi savolga 50 ta 6 qo'shilgan 50 ta 5 degan savol tushgan ekan. Keling biz qo'shishni quyidagicha amalga oshirib ko'ramiz. 6 qo'shilgan 5 demak 11 ga teng. 66 ga 55 ni qo'shgan paytimda 1, 2, 1 bo'ladi. 666 ga 555 ni qo'shgan paytimda 1, 2, 2, 1 bo'ladi. E'tibor qilayotgan bo'lsak agar mana bu 6 va 5 larning soni nechta bo'lsa, 2 larning soni shundan bitta kam bo'lyapti. Bu yerda 2 ta 6, 2 ta 5 bo'lsa, 2 bitta bo'lyapti. Bu yerda 3 ta 6, 3 ta 5 bo'lsa, 2 2 ta bo'lyapti. Demak, 50 ta 6 bilan 50 ta 5 ni qo'shganimizda javobi 1, 2, 2, 2.2, 1. Demak, 50 ta emas, 49 ta 2 bo'ladi. Javob chiqdi. Demak, A javob bo'lar ekan. Ikkinchi savol. Hisoblang. 2,128 ayrilgan 4,7 taqsim 20. Birinchi bo'limni o'nlikasiga aylantirish uchun surat bilan mahrajni 5 ga ko'paytiramiz. 4,35 bo'ladi. 4,35 dan 2,128 ni ayiramiz. 15 dan 8 ni ayirsak 7, 2 dan 2 ni ayirsak 0, 4 dan 2 ni ayirsak 2, minus 2,07 bo'ladi. Ikkinchi ish, minus 2,107 ni bo'lishimiz kerak bo'ladi 2,125 ga. Minus 207 taqsim 225, 9 ga qisqartirib olsak minus 23 taqsim 25. Uchinchi ish, 1 taqsim 2 dan ayirish kerak 15 taqsim 8 ni. Bunga 4 ni mahraj bersak minus 11 taqsim 8 bo'ladi va to'rtinchi ish, minus 23 taqsim 25 ga qo'shish kerak bo'ladi 11 taqsim 8 ni. Bunga 25 ni, bunga esa 8 ni mahraj berganimizda 275 ayrilgan 8 qarovchi 24, 184 taqsim 200 bo'ladi. 5 dan 4 ketsa 1, 27 dan 18 ketsa. Xo'sh, demak 91 taqsim 200 degan javob kelib chiqadi. C javobda turibdi. Keyingisi. Velosipedchi va mototsiklchi bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. Ular orasidagi masofa 275 kilometr. Velosipedchining tezligi 20 kilometr taqsim soat, mototsiklchining tezligi esa 50 kilometr taqsim soat. Agar velosipedchi 15 minut dam olgan bo'lsa, mototsiklchi velosipedchi bilan uchrashguncha necha kilometr bosib o'tgan? Xo'sh, biz bunday deb hisoblaymiz. Velosipedchi 15 minut dam olibdi deyapti, to'g'rimi? Endi qayerda dam olgani qizig'i yo'q, shu uchun eng optimal variant bu yerda velosipedchi 15 minut kech yo'lga chiqdi deb olib ishlasam, javob tezroq va osonroq masala yechilgan bo'ladi. Demak, aslida ular orasidagi masofa 275 kilometr edi. Mana bu yerdan mototsiklchi 50 tezlik bilan yo'lga chiqdi. Bu velosipedchi 20 tezlik bilan holi chiqqani yo'q. 15 minut yurib mana shu yergacha keldi. 15 minutimiz 1 taqsim 4 soat. Demak, 50 tezlik bilan 1 taqsim 4 soatda 12,5 kilometr masofa bosib o'tadi. 12,5 kilometr masofa bosib o'tadi va mana bu yerga kelgandan keyin ikkalasini vaqtini qaytadan 0 deb o'ylab harakatlanish boshladi deymiz va bu paytda ular orasidagi masofa jami masofadan, ya'ni 275 kilometrdan 12,5 kilometr kam bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, 5, 2, 6, 262,5 kilometr hozir ular orasidagi masofa. Endi ular bir-biriga qarab harakatlanmoqda. Demak, agar avtomobillarning harakatlanish yo'nalishi bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa, tezliklar qo'shiladi deganmiz. Mana S teng V1 + V2 ga teng. Biz uchrashish vaqtini topmoqchimiz. Uchrashish vaqtini topish uchun 262,5 ni 70 ga bo'lishimiz kerak. Bu degani 2026 25 700 bo'ladi. Buni 25 kara 105, bunisini 7 kara 25 kara 4, 25 lar qisqaradi. 7 kara 15, 15 taqsim 4 bo'ladi. 7 lar ham qisqarib ketsa. Demak, 15 taqsim 4 soatdan keyin ular uchrashgan bo'lar ekan. Kim yo'lga chiqqandan keyin? Velosipedchi yo'lga chiqqandan keyin. Demak, velosipedchi yo'lga chiqqancha
Mototsiklchi 1 taqsim 4 soat ham harakatlangan. Demak, 15 taqsim 4 soat emas, plus 1 taqsim 4 soat harakatlangan mototsiklchi. Demak, 4 soat. 4 soatda u 50 tezlik bilan jami 200 kilometr masofani bosib o'tgan bo'ladi. Javob D ekan. Keyingisi. Katetlar x va y gipotenuzasi 3 ildizida 5. Demak, x kvadrat plus y kvadrat tenglik 45 Pifagor teoremasida. Ana endi x ni 133.1 taqsim 3% ga, y ni esa 16.2 taqsim 3% ga oshirganda ularning yonisi 14 ga teng bo'ladi. Uchburchak 100 ko'payyapti. Yaxshi boshladik. Demak, x katetni 400 taqsim 3% ga oshiramiz. X kara 7 taqsim 3 bo'ladi. Y ni esa 50 taqsim 3% ga oshiramiz. 350 taqsim 300 bo'ladi. 5 ga qisqartiraveramiz. 7 taqsim 6 bo'ladi. Xo'sh, endi aytdik shularning ikkalasining yonisi 14. 7 bilan qisqartirib yorsak, x taqsim 3 plus y taqsim 6 barobar 2 bo'ladi. 2x plus y barobar 12 bo'ladi. Xo'sh, endi y topib olamiz. 12 ayrilgan 2x etib qo'yamiz birinchi tenglamaga. X kvadrat plus 144 ayrilgan o'zi kvadratlar yig'indisi shoshma, yana ham osonroq ishlashga harakat qilib ko'raylik. Kvadrat tenglama qilsak chiqadi. Kvadratlar yig'indisi 45 bo'ladigan va 2x plus y 12 bo'ladigan sonlar. 3 bilan 6 to'g'ri keladi menimcha. To'g'ri kelagan. Bo'ldi, 3 bilan 6 ekan javob. Ushbu katetlar 3 6 ekan. Yuzini so'rabdi. Katetlar ko'paytmasining yarmisi bo'ladi. 3 kara 6 ni 2 ga bo'lgan vaqtimiz 9 degan javob kelib chiqadi. Javob 9 ekan. Keyingisi 5-misol 2 taqsim 3 ning -3-si. Demak, bu 27 taqsim 8 bo'ladi. Mana bu 1,7 taqsim 8 degani va bu 8 taqsim 15 bo'ladi teskarisi. 8 da qisqaradi. 27 bilan 15 ni 3 ga qisqartsak 9 taqsim 5 1,8 B javob. Bu savol dekabrda tushgan takroriy savol hisoblanadi. Masalan, 11 ni kvadratini oladigan bo'lsak 1 2 1. 111 ni kvadratini oladigan bo'lsak 1 2 3 2 1 bo'ladi. Demak, nima bo'lyapti? E'tibor qiladigan bo'lsak, birlar soni nechi bo'lsa, birlar soni 2 ta. Javob esa nima bo'lyapti? 1 dan boshlab 2 gacha ko'tarilib, yana qaytib pastga tushyapti. Bu yerda birlar soni 3 ta bo'lgani uchun 1 dan boshlab 3 gacha ko'tarilib, yana qaytib pastga tushyapti. Demak, bizaga 6 gacha kelibdimi? Demak, bu 6 ta 1 ning kvadrati degani. 111 ning kvadrati. Mana bu 6 kara, ya'ni 36 kara 111 kvadrat desam, 111 kvadratlar qisqarib ketib, 36 dan 6 degan javob kelib chiqadi. C javob. Keyingisi 6-darajali ildiz bilan ko'pinchi darajali ildiz bor ekan. 6-darajali ildizdan boshlaymiz. 6-darajali ildiz ostida 7 minus 2 ildiz ostida 10 bo'ladi. 40 4 kara 10 desak. Barobar, shuni o'zi demak bizga ildiz osti 5 ayrilgan ildiz osti 2 ning kvadrati bo'lyapti 6-darajali ildiz ichida. Kvadrat bilan 6-daraja qisqarib ketganda ko'pinchi ildizda ildiz 5 minus ildizda 2 kelib chiqadi. Yaxshi, endi ko'pinchi ildizda 5, endi hammasi ko'pinchi ildiz bo'lgani uchun hammasini bitta ko'pinchi ildizga olib yozamiz. Ildizda 5 minus ildizda 2, ildizda 2 plus ildizda 5 va ko'paytirilgan 9. Bu bizga a kvadrat minus b kvadratni eslatibdi. A minus b, a plus b 3 ni beradi. 3 kara 9 27. Ko'p ildizda javob 3 ekanligi kelib chiqadi. B kaliti. Navbatdagi savol 8-si progressiya, arifmetik progressiyaning hadlari uchun demak A1 plus A2 tenglik A3. A1 plus A1 plus D tenglik A1 plus 2D. A1lar qisqarib ketganda A1 tenglik D degan javob kelib chiqadi. Demak, A1 teng D bo'lsa A1 o'zi D, A2 2D, A3 3D bo'ladi. 6D kub barobar 384, D kub barobar 64, D barobar 4, A1 ham 4 bo'ladi. S10 degani 2 ta A1 plus 9D ko'paytirilgan 5 degani, demak 11 ta D kara 5 bo'ladi. 55 kara 4 220 bo'lar ekan.
D javobda turibdi. Navbatdagi savol kamayuvchi geometrik progression hadlar uchun ushbu munosabatlar o'rinli. B1 ni chiqarib olamiz. 1 plus q kvadrat barobar 19 bo'ladi. B1 ni kvadrati plus B1 1 plus q kvadrat plus q ni 4-chi tenglik plus 33 bo'lsa, bizdan S5 ni so'rayapti. Mana buni bitta kvadratga o'shiramizda, bitta nisbat olib yuboramiz. Nisbat olganimizda B1 kvadratlar qisqaradi. 1 plus q kvadratning kvadrati taqsim mana bu 1 plus q kvadrat plus q 4-sini ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 1 plus q kvadrat 1 minus q plus q kvadrat barobar 19 karra 19 taqsim 19 karra 7 19 lar qisqaradi. 1 plus q kvadratdan bittasi qisqarib ketdi. 1 plus q kvadrat taqsim 1 minus q plus q kvadrat barobar 19 taqsim 7 bo'ladi. Qga bo'lib yoraman. 1 taqsim q plus 1 1 taqsim q plus q minus 1 barobar 19 taqsim 7. T plus 1 taqsim T minus 1 tenglik 19 taqsim 7. 7 ta T plus 7 tenglik 19 ta T minus 19 26 barobar 12 ta T T barobar 13 taqsim 6 13 taqsim 6 q plus 1 taqsim qni 13 taqsim 6 deb olamiz. Q plus 1 taqsim q demak teskarisi oladiganmiz. Q tenglik 3 taqsim 2 va q tenglik 2 taqsim 3 bo'ladi. Kamayuvchi degan uchun 2 taqsim 3 ni olamiz. Endi B1 ni hisoblaymiz. B1 birinchi formulaga qo'yamiz. 1 plus q kvadrat barobar 19. B1 kara 19 taqsim 9 barobar 9 bo'ladi. Mahraj bersak 19 lar qisqarib ketib B1 9 ekanligi kelib chiqadi. Endi S5 ni hisoblashimiz kerak. S5 degani B1 kara qni 1 minus qni 5-chi taqsim 1 minus q deb olaylik. 9 kara 1 minus 2 taqsim 3ning 5-chisi 2 taqsim 243 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 2 taqsim 3 deganimiz 1 taqsim 3 bo'ladi. 27 kara 1 211 taqsim 3 kara 27 211 taqsim 9 bo'lar ekan. Buni aralash kasrga aylantirsak agar 23 butun 4 taqsim 9 A javob bo'lar ekan. 9-misol javob A kaliti ekan. Keyingisi 4-misol x taqsim y teng 4 bo'lsa, y teng emas -3 taqsim 5 shartini ifodaning qiymatini toping. Bitta proporsiya qilamiz, aytib qo'yamiz. Tamom. 4y plus 3 4y plus 6y plus 6 5y plus 3 taqsim 10y plus 6 1 taqsim 2 ni mahrajdan chiqarib qisqartiraveramiz. Javob 1 taqsim 2 C javob ekani kelib chiqadi. 11-misol. Algebrai kasrni soddalashtirish kerak ekan. Mahraj beramiz. Birinchi bo'lib bunga y, bunga x, bunga y kvadrat, bunga x kvadrat, bunga x y. Demak, x plus y plus 1 x plus y minus 1 taqsim x y x plus y ning kvadrati minus 1 bo'ladi. X plus y minus 1 x plus y plus 1 taqsim x y ning kvadrati qisqarib ketib, bu ham qisqarib ketsa javob x y ni o'zi bo'ladi. B kaliti. 12-si kosinus x 3 taqsim 5 bo'lsa va x birinchi o'rakka tegishli bo'lsa, a teng sinus x, b teng tangens x, c teng kotangens x bo'lsa, sonlarni o'sish tartibida joylashtiring debdi. Demak, uchburchak usulidan foydalanib olamiz. Alfa deb belgilaymiz. To'rtburchak, uchburchak. Kosinus x degani yopishgan katetning gipotenuza nisbati ikkinchi katet 4 bo'ladi. Sinus degani qarisidagini gipotenuza nisbati 4 taqsim 5. Xo'sh, b esa tangens degani qarisidagini yopishganga nisbati, kotangens degani yopishgani qarisidagi nisbati. Demak, a 0,8 bo'libdi, b 1,4 3 bo'libdi, c esa 0,75 bo'libdi. Bularning ichida c eng kichik,
A o'rtacha, B eng katta. Javob C, A, B bo'lar ekan. Keyingisi alfa bilan beta 0.90, ya'ni yana birinchi chorakka tegishli burchak bo'lsa, ushbu munosabatlar o'rinligidan modulda alfa minus betani toping deyapti. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? 2 alfani qoldirib, pi minus beta deb yozaman va ikki tarafni kosinuslab yuboraman. Kosinus 2 alfa barobar kosinus pi minus beta. Kosinus pi minus betada minus kosinus betaga teng, minusni bir tomonga qo'ysak, minus kosinus 2 alfa teng kosinus beta. Mana bu kosinus betani o'rniga minus 2 alfani keltirib qo'yamiz. Kosinus alfa minus ildizda 3 qavs ichida 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 tenglik 0. Xo'sh, minuska sразу ko'paytirib yuboramiz. 2 ildizda 3 kosinus kvadrat alfa minus kosinus alfa minus ildizda 3 barobar 0. Kvadrat tenglamani yechamiz. Kosinus kvadrat alfa minus kosinus alfa minus 2 ildizda 3 uchun ko'paytiramiz. 6 tenglik 0. 3 minus 2 qaytib 2 ildizda 3 ga bo'lamiz. Kosinus alfa tenglik ildizda 3 taqsim 2 va kosinus alfa tenglik minus 1 taqsim ildizda 3 uchun birinchi chorak degan uchun musbat qiymat qabul qilinadi, chunki birinchi chorakda kosinus musbat. Demak, manfiysi qabul qilinmaydi. Alfa demak necha gradus bo'lganda, alfa necha gradus bo'lsa, ildizda 3 taqsim 2 erishadi. 30 gradus ekan. Alfa 30 gradus qo'ysak 60 bo'ladi. 60 ga faqat 120 ni qo'ysak 180 chiqishi mumkin. Beta demak 120 ekan. Ikkalasining ayirmasining moduli 90 gradus bo'ladi. Keyingisi tenglamaning haqqi ildizda yig'indisini so'rayapti. 2 darajasida 2 karra x kvadrat minus x minus 17 karra 2 darajasida x kvadrat minus x ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 256 barobar 0. 2 darajasida x kvadrat minus x ayrilgan 68 karra 2 darajasida x kvadrat minus x ikkitasi ham bor. Plus 256 barobar 0. Bu t bo'lsa, bu t kvadrat bo'libdi. V dan ketganimizda t teng 64 u t teng 4 bo'ladi. Demak, 2 ni x kvadrat minus x-inchisini bir marta 64 ga, 2 ni x kvadrat minus x-inchisini bir marta 4 ga tenglashtira olamiz. X kvadrat minus x tenglik 6. X kvadrat minus x minus 6 tenglik 0 bo'lganda 3 minus 2 degan yechimlar chiqadi. X kvadrat minus x minus 2 tenglik 0 bo'lganda bu yana 2 va minus 1 degan yechimlar chiqadi. Yechimlar yig'indisini bizdan so'ragan ekan. Javob demak 2 bo'lar ekan. 14-misol javob A bo'ladi. Quyidagilardan qaysi bir funksiya qo'yish ushbu savol 2024-yil tushgan savol. 2024 determin o'ziga tushgan edi. 10-sinf yangi darsligida bu aynan shunday turdagi misollar o'rgatilgan. 10-sinf algebra darsligida men o'zimni o'quvchilarimga har yili funksiya mavzusini o'tgan vaqtimda shu ma'lumotlarni berib boraman. Shu yildan berib bo'lgan edim. Noxos tushib qolishi mumkin, o'rganib qo'yaylik. 2024-yilgi abituriyentlarga tushgan deb aytdim. Hazrat salomat, yaxshi ham o'rgatgan ekanim shu safar ham. Demak, yana tushib turibdi. Funksiya grafiklardan qaysi biri funksiyani grafiki? Albatta, masalan, aylana ham grafik hisoblanadi, lekin uni funksiyasi yo'q, uni tenglamasi bor. Bejizga emas, o'zini qoidasi bor. Oddiygina qilib tushuntiramiz. Funksiyani tenglamami, ya'ni grafikka qarab turib, u funksiyami yoki tenglamami qayerdan bilishimiz mumkin? Uni bilishning yo'li x ni yagona qiymatiga y ham yagona qiymatni o'zlashtirsa yoki qabul qilsa, u funksiya bo'ladi. Agar x ni bitta qiymatiga y bitta uchta qiymatlar qabul, ikki va undan ortiq qiymatlar qabul qilsa, u funksiya bo'lmaydi. Bu grafikdan qanday aniqlasak bo'ladi? Buni yo'li juda ham oson. O y o'qiga parallel chiziq o'tkazamiz. O y o'qiga parallel chiziq o'tkazganimizda bittadan ortiq kesdimi, grafikni tamom u funksiya bo'lmaydi. Mana bu yerda masalan 2 marta kesyapti, ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun bu funksiya emas, aylana tenglamas deyiladi. Mana o y o'qiga parallel chiziq o'tkazganimda 1 marta kesyapti. Bu funksiya. O y o'qiga parallel chiziq o'tkazganimda 2 marta kesyapti. Bu ham funksiya emas. O y o'qiga parallel chiziq o'tkazganimda 2 marta kesyapti. Bu ham funksiya emas. Demak, qaysi biri funksiya deb aytibdi, nechtasi emas, e'tiborli bo'lamiz. 2 bo'ladi. 21-savol. Parabola berilgan ekan, f-8 toping debdi. Yaxshi. Demak, a kara x minus 3 ning kvadrati plus 5 va f0 3/1 taqsim 5 chiqishi kerak. 9a plus 5 tenglik
3,2 9a barobar minus 1,8 a barobar minus 1 taqsim 5 ekan. Demak, fx tuzildi. Minus 1 taqsim 5 x minus 3 ning kvadrati qo'shilgan 5. Chunki bizga parabolani uchini koordinatalar berilgan edi. Shundan so'nggina tuzib oldim parabolani. Endi f-8 ni topishimiz kerak ekan. f-8 degani minus 1 taqsim 5 kara 15 kara 15 qo'shilgan 5 bo'ladimi shunda? 3 bo'lsa minus 45 bo'lsa minus 40 bo'libdi. Minus 40. 22-chi savolga o'tamiz. Orada qaysidirlar qolib ketdimi? Betni almashtirganim nima uchundir xato bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerda 15-chi savol qolib ketdi. Buni ishlaymiz. Demak, bu savol deyarli har kun tushdi. Birinchi faktorialni soddalashtirib olamiz. 2027 faktorialni 2025 faktorial kara 2026 kara 2027 deb olaman. 2025 faktorialni chiqarib olsam 2026 qo'shilgan 1 qoladi. 2027 2025 da qisqarib ketadi. X kvadrat plus 2025 tenglik 0. X ni 4-inchisi minus 2026 da x kvadrat plus 2025 tenglik 0. B kvadrat tenglamani ishlaganimizda x kvadrat 2025 bilan x kvadrat 1 bo'ladi. V qo'ylaverdik. X tenglik plus minus 45. Ya'ni ildiz olamiz. X teng plus minus 1. Yechimlar soni jami 4 ta bo'lar ekan. Navbatdagi savol 16-chi misol. 16-chi misolga e'tibor qilamiz. X ni 4-inchisi ayrilgan modulda x ni 4-inchisi minus ildiz ostida modulda x minus 45 xo'sh, tenglik 45 ning 4-inchisi 2025 ning 45 4-inchi darajasiga teng. Endi 45 4-inchi darajasi chiqib qolishi uchun e'tibor qiladigan bo'lsak, oddiygina fikrlab topsa ham bo'ladi. X ni 4-inchisi 45 4-inchisi uchun ayrilayotgan son 0 bo'lishi kerak. Demak, ildizni ichi 0 bo'lsa bo'ldi. Modulda x 45 ga teng bo'lishi kerak. X tenglik plus minus 45 bo'lishi kerak bo'ladi. Tenglamaning butun ildizlar soni 2 ta ekan. Navbatdagi savol tenglama. Xo'p, davom etamiz. 2 taqsim 3 minus logaritm 3/x ga keltiraman hammasi. 1 taqsim logaritm 3/x logaritm 3/2 ko'paytirilgan 1 taqsim 5 kara logaritm 2/x minus 2 taqsim 3 kara ildiz osti x 1 taqsim 2 daraja pastki asos darajasi oldingi bo'lish bo'lib chiqadi. Demak, 1 taqsim 2 bo'lish bo'lib chiqsa 2 ko'paytirish bo'ladi ekani va ko'paytirilgan teskarisini yozganimizda 1 taqsim logaritm 3/x bo'ladi. Logaritm 3/x ni sirazi belgilayman. 1 taqsim t mana bular qisqarib ketib 3/x bo'ladi. T taqsim 5 minus 4 taqsim 3 t. Maxraj 15 t. Bunga 5, bunga 3 t, bunga 15, bunga 5 t ni maxraj berish kerak. Demak, 10 ta t minus 15 barobar 3 ta t kvadrat minus 20. 3 ta t kvadrat minus 10 ta t minus 5 barobar 0. Diskrimiant barobar 100 plus 60. 160 bo'lyapti. T tenglik 10 plus minus 4 ildiz osti 10 taqsim 6. 5 plus minus 2 ildizda 10 taqsim 3. Logaritm 3/x ni 1 marta 5 plus 2 ildizda 10 taqsim 3 ga tenglashtirganimizda x tenglik 3 ni darajasida 5 plus 2 ildizda 10 taqsim 3 bo'ladi. Keyin 1 marta logaritm 3/x ni 5 minus 2 ildizda 10 taqsim 3 ga tenglashtirganimizda x tenglik 3 ni darajasida 5 minus 2 ildizda 10 taqsim 3 bo'ladi. Bizdan tenglama ildizlar ko'paytmasini so'ragan. Tenglama ildizlar ko'paytirilganda kalsiyum asosi 3 bo'lgani uchun darajalar qo'shiladi. Darajalar qo'shilganda plus minus 2 ildizlar qisqarib ketib 10 taqsim 3 bo'ladi. Bu birinchi ildizda 3 ni 9-inchisi kara 3 deb yozamiz buni. 3 ni 9-inchisidan darajalarni 9-inchi darajani ildiz darajasiga bo'lganda 3 ning kubi chiqadi. Kubinchi ildizda 3 dan hech narsa chiqmaydi. 27 kubinchi ildizda 3 degan javob chiqar ekan. Demak, javob C.
18-misol tengsizlikning butun yechimlari sonini toping deb qo'yibdi. Xo'sh, birinchi ildizinchiga e'tibor qiladigan bo'lsak, x minus 2 ning kvadrati bu degani modulda x minus 2 degani minus 5 ildizi ostida 2 minus x minus 6 kichkina 0 dan. Modulda nima chiqishi aniq bo'ldi, chunki ildizni ichida aniqlanishni xohlasak 2 minus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Bu degani x kichik yoki teng 2 bo'lishga x o'rniga x ni o'rniga 2 dan kichik yoki teng sonlarni qo'ysak modulning ichi manfiy bo'ladi. Demak, manfiy bo'lib ochilganda 2 minus x bo'ladi. Minus 5 ildizi ostida 2 minus x minus 6 kichik 0 dan. Ko'paytiruvchiga ajratganimizda kvadrat tenglama qilib t kvadrat t bo'lyapti 6u minus 1 ildizlar. 6u minus 1 ildizlar. ikkinchi qavsashni yo'sagan bo'ladi, chunki u musbat sonlardir. Xo'sh, demak, endi faqat ildiz ostida 2 minus x ni kichik 6 dan deb ishlaymiz, tamom. Kvadrat qo'shirganimizda 2 minus x kichik 36 dan, x katta minus 34 dan va biz aniqlanish soha ham olib qo'yganmiz. X kichik yoki teng minus kichik yoki teng 2 dan. Ikkalasini kesishtirgan vaqtimizda minus 34 dan 2 gacha 2 kiradi, minus 34 kirmaydi. Tengsizlikning butun yechimlari sonini so'rayapti. 2 dan minus 34 ni ayirib qo'ysak bo'ldi. 36 ta bo'ladi. Javob 36 ta. Keyingisi yana tengsizlik. Bu intervallar usuliga qo'yib yechiladi. Ko'paytiruvchiga ajratamiz avval. Modulda x minus 2 bilan modulda x minus 5 bo'ladi. X minus 3 ning kvadrati bo'ladi. Kichik 0 dan. Har bir ko'paytiruvchi 0 ga aylantiruvchi yechimlarni topaman yoki birdaniga mana bu ko'paytiruvchiga ajratib qo'ysam bo'ladi. X minus 2 modulda x minus 2 ni x minus 2 x plus 2 modulda x minus 5 ni x minus 5 x plus 5 taqsim x minus 3 ning kvadrati kichik 0 dan. Demak, birinchi bo'lib minus 5, keyin minus 2, keyin 2, keyin 3, keyin 5 va 3 intervalni o'tkazmaydi. Minus, 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 plus, plus, plus. Bizga faqat yuqorisi kerak. Minus 5 dan minus 2 gacha birlashma 2 dan to 3 gacha birlashma 3 dan to 5 gacha bo'ladi. Butun yechimlar yig'indisini so'ragan. Minus 4 minus 3 plus 4. Javob minus 3 bo'lar degan. Davom etamiz. 22-savolga yetib keldik. Xo'sh, davom etamiz. 22-savol bu ham shunga o'xshash savol. Shunga o'xshashi. Bundan osonrog'i dekabrda ham tushuvdi. Bu biroz murakkabroq. Xo'p, demak, buni yechimini men Instagramga ham, Telegram kanalga ham qo'yganman. Demak, shu savolni ko'ramiz. E'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yerda 20-daraja turibdi, bu yoqda 19-daraja. Bu yerda esa 20 bilan 19 ko'payib qolgan S0 ga. S0 ga 20 bilan 19 qachon ko'payadi? Qachonki 2 marta osila olsak. Demak, ifodadan 2 marta osila olaman. Birinchi o'rinda qiladigan ishim shu. Birinchi tartibli hosilasini olaylik. 3 kara 20 kara 3x plus 4 ni 19-si bo'ladi. Ko'paytirilgan o'zgargan argument ham hosil. 3 barobar 20 kara C0 x ni 19-si plus daraja oldinga tushib, bitta daraja kamayadi. 19 ta C1 x ni 18-si plus va hokazo plus C19 ni o'zi bo'ladi. C20 son bo'lgani uchun hosilasini olib beradi. Yana bir marta osila olamiz. 100 yana bir marta osila olganimizda 180 kara 19 ko'paytirilgan o'zgargan argument hosilasi va 3x plus 4 18-daraja bo'lib qoladi. Bu tomondan ham bir marta osila olsak 20 kara 19 kara C0 x ni 18-si plus 19 kara 18 C1 x ni 17-si plus va hokazo C18 ni o'zi qoladi. Ikkita C18 chunki shunday. Chunki C18 da x kvadrat bo'ladi. Osila olganda ikkita C18 x bo'lib qoladi. Osila olsak 2C18 bo'ladi. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, C1 ni oldidagi ishora manfiy turibdi.
C-17'niki ham manfiy turibdi. Demak, -1ni qo'yib hisoblash kerak. 180 karra 57. Ya'ni buni biz hozir olib umumiy qilib x deb belgilasak, -1 ni so'rayotgan ekan. Ko'paytirilgan 1 ni 18-si bo'ladi. 20 karra 19 karra C0 bo'ladi. -1 ni qo'ysak, juft daraja minusni yeb yuboradi. -19 karra 18 karra C1 bo'ladi va hokazo plus 2 C18 bo'ladi. Mana shu so'ralgan ifodaga kelib chiqib qoladi. 180 ga 57 ni ko'paytirish kerak. 7 karra 8 56 demak 56 lik 10.260 bo'ladi. Keyingisi hisoblang. Integral. Xo'sh, integral. Demak, buni ikkita kasr qilib yozamiz. 1 taqsim x kvadrat. X kvadrat chiqarib olsa, x kvadrat plus 1 qoldimi? Xo'sh. 1 taqsim x kvadrat ayrilgan 1 taqsim x kvadrat qo'shilgan 1 deb yozsak bo'ladi, bo'ladi. Integral olganimizda x minus 2 taqsim minus 2 plus 1 minus 1 taqsim x kvadrat plus 1 dan integral arc tangens x. Demak, boshlang'ichimiz minus 1 taqsim x minus arc tangens x bo'lagan minus 1 dan 1 gacha. 1 ni qo'yib hisoblagan vaqtimiz minus 1 minus arc tangens 1 minus qavs ichida minusni sразу plus qilib yuboramiz. Minus 1 minus arc tangens 1 bo'lagan minus 2 minus arc tangens 1 da pi taqsim 4 minus 2 minus pi taqsim 2. B javob bo'lagan. Davom etamiz. ABC to'rtburchak uchburchak. B to'rtburchak bisektrisasi gipotenuzani ildizida 5, 2 ildizida 5 kesmalarga ajratar ekan. To'rtburchak bitta bisektrisa tushirdik. Ildizida 5 u 2 ildizida 5 ga ajratildi. Bizda qo'yda bor. Bisektrisa ajratgan kesmalar nisbati tomonlar nisbatiga teng. A u 2a. Ildizida 5 a barobar 3 ildizida 5. A tenglik 3. Bitta tomonimiz 6 bo'ladi. Uchburchak uzini toping 9. Masalachani o'zini tashlabdi yana. 4-misol bor edi-ku o'sha. Aylanani 8 ga teng vatari 90 graduslik yo'lga tiralgan. Mana bu 8 ekan. Radius 90 gradus ekan. Demak, R ildizi o'sti 2 8 bo'lsa, radiusimiz 4 ildizi o'sti 2 bo'ladi. Radius so'rabdi-ku o'zi. C javob. Chizmaga asosan bo'yalgan sohani yuzini toping debdi. Ikkita bisektrisa o'tkazibdi. Yaxshi, o'sha men aytgan qoidadan foydalanamiz, ya'ni tomonlar nisbati bisektrisalar ajratgan kesmalar nisbatiga teng. E'tibor qiladigan bo'lsak, BD bisektrisa tushirilish natijasida 4 u 8 kesmalarga ajralibdi. AC tomon, ya'ni 1/2 kabi. Demak, AB tomonni BC tomonga nisbatan 1/2 bo'lish uchun BC 12 bo'lishi kerak. Xo'sh, bu birinchi xulosamiz. Endi 12 yaxshi. Xo'sh, bisektrisalar demak teng yo'l uchburchak ekan. BY bilan YD qanday nisbatga ajralsa, AY bilan YF ham xuddi shunday nisbatga ajraladi. Chunki B burchak bilan A burchak teng yo'l uchburchaklikdan. Bisektrisalarni teng tomonlarga tushirilgan bisektrisalar kesish nuqtasida bir xil nisbatlarga bo'linadi. Buni topish uchun, masalan, A uchidan chiqayotgan bisektrisa qanday nisbatga ajralganini topish uchun ikkita yon tomonni qo'shib, tushgan tomoniga bo'lish kerak edi. 18 taqsim 12 6 ga qisqartirib yozsak, 3/2. 3x u 2x, bu ham 3x u 2x bo'lib ajralgan bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'sh, boshladik endi. Mana bu yerni 2s desam, bu yoqni 3s desam, yo, birinchi bittani bu yerdan chiziq o'tkazib olsak ham yaxshiroq bo'ladi. Mana shu yerdan boshladik. Bu yoqdan boshlagandan ko'ra.
3s 2s deymiz. Chunki 4 bo'lingan 8. 3s bo'lsa agar bu yog'i 2s bo'lar ekan. To'g'rimi? Yaxshi. Jami necha s bo'lyapti demak 5s bo'lyapti. To'g'rimi? 5s bo'lyapti va bu ham 4 8 ga ajralgan bo'ladi. 5s bo'lsa keyin shularni hammasini 2 ga ko'paytirib chiqay. 4 4 bu yog'i 2. Jami endi necha s bo'lyapti? 10s. 10s 8 ga to'g'ri kelsa, bu yog'iga 5s to'g'ri kelishi kerak. 5s ni ayni 2s 3s desam baribir to'g'ri keladi. Tamom. Ajralni endi bitta yuzani topish kerak. Teng yo'l uchburchak 12 12 6 bitta balandlik tushiramiz 3 bo'ladi. Bu 4 karra 3, bu 3 karra 1. 3 ildizda 15 bo'ladi. Yuzasini topadigan bo'lsak 9 ildizda 15 bo'lar ekan. Uchburchak yuzi bu bizaga 5, bu yog'i 15s. 15s 9 ildizda 15 ga teng. Bizdan 8s ni so'rayapti. Demak 8 ga ko'paytirib 15 ga bo'laveramiz. 72 ildizda 15 taqsim 15. 24 ildizda 15 taqsim 5 bo'ladi. 3 ga qisqartirsa 24 ildizda 15 taqsim 5. 24 ildizda 15 taqsim 5 bo'ladi. Ana shu D javob bo'ladi. 15 bo'lishi kerak faqat. D javob bo'lar ekan. Trapetsiya berilibdi. Asoslari 27 7. Yon tomonlari 16 ga 12. Trapetsiya yuzini toping. Trapetsiya yuzini topish uchun avval bizga balandlik kerak. Ikkita balandlik tushiramiz. Bu yoqdan bitta balandlik tushiramiz. Bu yoq 7. Bu yoq x. Bu yoq 20 minus x. 2 marta Pifagor yozamiz. H kvadrat plus x kvadrat 256. H kvadrat plus 20 minus x ning kvadrati barobar 144. Ayiraveramiz. X minus 20 plus x. X plus 20 minus x. 2 1 1. 5 x minus 10 ko'paytirilgan 40 barobar bo'lsa 10. 2x minus 10 barobar 4 ga qisqartirib yozsak 56. 28 2/8 bo'lyaptimi? 3/8 ekan. 3/8 ekan. Hadi yubordik. 2x minus 20 40 karra x minus 10 teoramasi 4 ga bo'ldik. 28 bo'ldi. 10 ga bo'ldik to'g'ri. 3/8 bo'lyapti. Endi h topish kerak. Xo'sh, endi h topish uchun nima qilamiz? H kvadrat teng 256 dan 3/8 kvadratni ayirib tashlash kerak. 16 dan bir marta 3/8 ni ayiramiz. Bir marta 16 ga 3/8 ni qo'shamiz. 12/2 va 19/8. Yo'q. Sal yaxshi bo'lmay qolyapti-da shu yerda. 27 7 12 ga 16. H kvadrat plus x kvadrat 256 dedik. H kvadrat plus 20 minus x ning kvadrati plus 44 dedik. Tak. Ayirib yuborgan vaqtimizda x minus 20 plus x 2x minus 20 bo'ladi. X minus 10 deb chiqarib olamiz. 20 ni o'zi bo'ladi. Qo'shiversa 40 bo'ladi. 6 dan 4 ni ayirsa 2, 5 dan 4 ketsa 1 1. 112 taqsim 40 bo'lyapti. 3/8 bo'lyapti. F
12/8. O'shani aytaman. 12/8 bo'lib mavzuga osonroq chiqadi ya'ni. Bu 12/8 bo'libdi. Xo'sh, yaxshi. 12/8 bo'layotgan bo'lsa, buni 16 karra 0,8 desak bo'ladi. 16 karra 1 desak, bu 16 karra 0,6 bo'lishi kerak. Demak, 8 punkt. Osonroq topsa bo'ladi albatta. Xo'sh, endi trapetsiyani hisoblash uchun asoslar yig'indisining yarmini ko'paytiramiz 9,6 ga. 34 bo'ladi. 17 karra 48 taqsim 5 bo'lib qolyapti. 17 ga 48 ni ko'paytirib 5 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bizda 163,5 chiqadi. Javob bo'ladi shunda. 28. Avariq muntazam n burchakning kichik diagonallar orasidagi burchak 120 gradus ekan. Yaxshi. Agar ana bu alfa bo'lsa, bu pi taqsim 2 minus alfa taqsim 2 bo'ladi, chunki teng yo'l. Bu yerda ham xuddi shu jarayon kuzatiladi. Pi taqsim 2 minus alfa taqsim 2 hammasini uchalasini qo'shganimda alfaga teng bo'lishi kerak. 120 plus pi minus alfa barobar alfa. 2 alfa barobar 120 plus pi, alfa barobar 60 plus 90. Alfa tenglik 150. 180 karra n minus 2 taqsim n 150 gradus bo'lishi kerak. 2 ga qisqartiramiz. 2 9 n minus 2 taqsim 2 barobar uchasi ham bor 5 qoladi. Demak, 3n minus 6 barobar bo'libdimi? 2 ga qisqartirdik. 180 ga n minus 2 taqsim n ku n. Bu 18 ligini saqlab qolaversin. 18 bilan 5 3 ga qisqartirsak 6 karra n minus 2 taqsim n barobar 5. 6n minus 12 tengligi 5n 12 burchak. Isbotlashimiz kerak. 12 burchakligi aniq edi. Javob bo'ladi. Keyin esa 3 burchak berilgan bissektor hissasining uzunligini toping. Birinchi navbatda 3 burchak turini aniqlash uchun tomonlarning uzunligini topib chiqamiz. Ikki nuqta orasidagi masofaga qo'yamiz. AC degani 4 dan 3 ni ayiramiz. 9 plus 1 ildizda 10. Keyin AB ni topamiz. 16 plus 4 2 ildizda 10. Keyin BC ni topamiz. 1 plus 9 bu ham ildizda 10 chiqdi. Demak, bu teng yo'lli to'g'ri burchakli 3 burchak ekan. Yo'q, yaxshisi men boshqacha tushunmayman. 22,5 gradus bilan ildizda 10 bilan ildizda 20 nisbati 1 bo'lingan ildizda 2 kabi. X plus ildizda 2 x tenglik ildizda 10 deyman. Ildizda 10 karra ildizda 2 minus 1 bo'ladi. Ildizda 20 minus ildizda 10 bo'ladi. Mana ildizda 2 ga ko'paytirilgani kerak. X ildizda usti 2 degani ildizda usti 40 minus ildizda usti 20. Sinuslar teoremasini qo'llaymiz. Ildizda 40 minus ildizda 20 taqsim ildizda 2 minus ildizda 2 taqsim 2 L taqsim 1 taqsim ildizda 2. 2 qayshlaymiz. L tenglik 2 karra 2 ildizda 10 minus 2 ildizda 5 ko'paytirilgan 1 taqsim ildizda 2 taqsim ildizda 2 minus ildizda 2. Ikkinchi qo'rg'olamizmi? Qisqartiramiz. 2 ildizda 20 minus ildizda 10 taqsim ildizda 2 minus ildizda 2. Ildizda 2 plus ildizda 2 ni ko'paytirsak
Yildizda 2 ni beradi-da. Yildizda 2 bo'ladi. 2 yildizda 10 minus demak yildizda 5. Endi yildizda 5 ni chiqarib olsak, yildizda 2 minus 1 bu degani 3 minus 2 yildizda 2 ko'payadi 2 plus yildizda 2 ga. 6 plus 3 yildizda 2 minus 4 yildizda 2 minus 4. 2 yildizda 5 2 minus yildizda 2. 20 ni ichkari kiritamiz. 40 minus 20 yildizda 2. Hayronman. Ikkitasidan ham bir chiqishi kerak edi. Xullas shu javob chiqdi. B javob ekan. 29 ni javobi. Demak, B javob chiqdi. To'la sirti asosining yuzidan 3 marta katta bo'lgan muntazam to'rtburchakli piramida. To'rtburchakli piramida. To'la sirti asosining yuzidan 3 marta katta. Piramidani qirrasi asos tekisligiga munosib bo'lgan burchak tangensini. Tangensini so'rayapti. Yaxshi. Demak, bizda qoida bor. S asos barobar S yon kare kosinus phi. Bu ikki yoqli burchak. S asos barobar 3 ta S asos kare kosinus phi desak, kosinus phi'miz 1 taqsim 3 qolibdi. Mana phi burchak. Qo'yish kosinus deganimiz masalan mana bu A bo'lsa, bu 3A ekan. Bu 2 yildizda 2A ekan. Tomonimiz 2A bo'lsa, mana bu diagonal yarmisi 2 yildizda 2A bo'ladigan bo'lsa, yildizda 2A. Tangens alfa degani qarisidagini yopishganga nisbatimi? A bo'lsa dedik, 2 yildizda 2A, yarmisi yildizda 2A. Tangens alfa 2 chiqib qolibdi. S asos teng S yon kare kosinus phi. Ana to'la sirt edi-ku, xato qildik. 2 qo'yamiz endi bu yerga. Taqsim 2 bo'ladi. Shunda bu yildizda 3 bo'ladi. Yildizda 2 bo'ladi. Shunda tangens alfa yildizda 3 taqsim yildizda 2, yildizda 6 taqsim 2 bo'ladi. C javob 30C. 31. A to'plam bilan B to'plam ularning kesishmasining qism to'plamlari sonini so'rayapti. 60 natural bo'luvchilar soni bilan 48 natural bo'luvchilar sonining kesishmasi degani umumiy bo'luvchilar soni 60 bilan 48 ni so'rayapti desam bo'ladi. 2 ning kvadrati kara 3 kara 5, 2 ning 4-inchisi kara 3, kub tanlab, keyin nebesi topardik, to'g'rimi? Xo'sh, demak, kub tanlamoqchi bo'lsak, 2 ning kvadrati kara 3 ning birinchisi bo'ladi. Kubning nebesisi darajalarga 1 ni qo'shib ko'paytirganmiz 6 ta bo'ladi. Elementlari 6 ta ekan, qism to'plamlari soni 2 ning inchisi edi, 64 ta degan javob kelib chiqadi. B katta turibdi. Raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'lgan 3 xonali sonlar qog'ozchaga yozilgan. Bulardan tanlangan sonlar juft bo'lishi ehtimolligini toping. A, B, C 3 xonali son bor ekan. Raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'ladigan vaziyatlarni ko'rib chiqamiz.
Birinchi navbatda birga qo'shsak, keyin 0 bilan boshlanadigan bo'lgan ko'radigan 0 plus 1 plus 6 bizga 7 ni berib beradi. Ikkinchisi 0 plus 2 plus 5 bizga 7 ni berib beradi. Raqamlar yig'indisi 7 ga teng deyapti-ku. Uchinchi vaziyatda 0 plus 3 plus 4 bizga 7 ni berib beradi. Go'yo almashib ketadi. To'rtinchi vaziyatda 1 plus 2 plus 4 bizga 7 ni berib beradi. Beshinchisida 1 plus 3 plus 3 bizga 7 ni berib beradi. Oltinchi vaziyatda 1 plus 5 plus 1 bu ham bizga 7 ni berib beradi. To'g'rimi? Tamam. Keyin yettinchisi endi 2 bilan 0 lik bo'lib bo'lgan. 2 bilan 1 lik ham bo'lib bo'lgan. 2 bilan 3 ni ko'rib chiqamiz. 2 plus 3 plus 2 bizga 7 ni berib beradi. 2 plus 4 ham bo'lib bo'lgan. 2 5 0 bu ham bo'lib bo'lgan. 3 ga o'tamiz. 3 plus 3 0 lik ham bo'lib bo'lgan. 3 1 lik ham 3 2 lik ham bo'lib bo'lgan. 3 3 1 bizga 7 ni berib beradi. 3 4 0 bu ham bo'lib bo'lgan. 4 4 4 0 3 bo'lib bo'lgan. 4 1 lik bo'lib bo'lgan. 4 2 lik ham bo'lib bo'lgan. 4 3 lik ham bo'lib bo'lgan. Keyin 7 0 0 bo'lishi. To'g'rimi? Shular bilan tuzish mumkin bo'lgan barcha sonlarni yozib chiqamiz. 160 610 106 601 250 520 205 502 340 430 403 304 124 142 214 241 241 412 421 133 331 313 313 151 511 115 232 322 223 331 313 133 va 700 4 4 4 12 ta 12 ga 6 18 ta 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ta bo'libdi. Yana bor. Yana bor. Yana bor demak. Yana raqamlar yig'indisi 7 bo'lak bo'ladi. Ikkita 1 bo'lak oldimmi? Olmadik. Bo'lmi? 2 oldimmi? 2 ta 3 oldimmi? Bir yuz o'ttiz uch bo'ldi, 313 bo'ldi, 331 bo'ldi. To'g'rimi? 151 115 521 raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'ladigan. 4 ta 4 ta 4 ta 4 kare 3 12 2 ga 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 ta 700 ni o'zi bilan 700 ni o'zi bilan bulardan tanlangan juft bo'lishi ehtimolligini toping. Yana bor. Bu yerda ikkita olinganlar bor ekan. Mana buni bekor olamiz. 28 ta bo'ladi demak jamisi. Shulardan juftlarni topib chiqishimiz kerak. Bitta
Tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 ga qisqartiraveramiz. 4 taqsim 7. C javob bo'lar ekan. 30, 3, 34, 35. Xo'sh, 33, 35 ni ham yechimini men demak Telegram kanaliga joylashtirganman. Konusga eng katta hajmli silindr ichki chizilgan deyapti. Yaxshi boshladik. Mana burchaklarni belgilayman. Bu kichik radius, bu katta radius. Bu kichik balandlik, bu esa katta balandlikdan kichik balandlikdan ayrilgan. Xo'sh, tangent alfalarni tenglashtirishdan boshlaymiz. H minus H taqsim kichik r katta H taqsim katta r. Bu birinchisi. Bizaga silindrning hajmi eng katta bo'lsa, demak pi r kvadrat kichik h. Demak, mana shu yerdan kichkina h ni topib olishim kerak. Birinchi ma'lumot. H r minus h kara katta r tenglik katta h kara kichik r. Kichik h kara katta r tenglik katta h kara katta r minus kichik r. Kichik h barobar katta r minus kichik r taqsim katta r. V barobar pi h taqsim katta r. H ni keltirib qo'yaman-da. R kara kichik r kvadrat minus r kub. Hajmi eng katta bo'lishini hosilasini nolga tenglashtiramiz. Bu son deb o'yladim. 2 kichik r katta r minus 3 kichik r kvadrat tenglik 0. 2 ta katta r minus 3 r tenglik 0. Katta r 2 ta katta r 3 ta kichik r. Kichik r taqsim katta r 2 taqsim 3. 2 taqsim 3 b kaldi. 33-chi savolning javobi b kaldi. Endi silindrni balandligini konusni balandligiga nisbati. Bu degani kichik h taqsim katta h ni so'rayapti. Kichik h taqsim katta h ni so'rayapti. Yaxshi, buni qanday topsak bo'ladi endi? Kichik h ni katta h ga nisbati. Tamam, bo'ldi, kelib chiqdi bu ham. Katta h minus kichik h taqsim katta h kichik r taqsim katta r ga teng-ku mana bu munosabatdan, to'g'rimi? Shu 2 taqsim 3 ga teng. 3h minus 3h cha 2 ta katta h tenglik 3h. 1 taqsim 3 ekan. A javobda. Silindr hajmi pi r kvadrat kichik h pi konusniki pi taqsim 3 katta r kvadrat kara katta h. Pilar qisqarib ketib 3 oldinga tushadi. Kichik r ni katta r ga nisbatining kvadrati demak 4 taqsim 9, kichik h katta h ga nisbatan 1 taqsim 3. Buni ham javobi shoshilmang. Kichik h ning katta h ga nisbati silindrniki pi r kvadrat kichik h pi taqsim 3 katta r kvadrat katta h. Kichik h katta h ga nisbati 1 taqsim 3. 3 oldinga tushadi. R taqsim r 4 taqsim 9. Silindr hajmining konus hajmiga nisbatan so'rayapti. Pi katta r kvadrat h. Silindr hajmi pi kichkina r kvadrat h. Bunisiki pi taqsim 3. 1 taqsim 3 pi r kvadrat katta h. Pilar qisqarib 3 oldinga chiqyapti. Kichik r ni katta r ga nisbati 2 taqsim 3 chiqadi. Kvadrati 4 taqsim 9. Kichik h ning katta h ga nisbati esa 1 taqsim 3 chiqadi. 3lar qisqarib bu ham 4 taqsim 9 chiqadi. E javob. Bu E javob. Bor o'sha javob. Buni qayerda tekshiraman?
Bunisi E javob bo'lar ekan.